Assalomu alaykum sizlar ba'zan aziz obunachilari. Men sizlar bilan ba'zan bor samakilash abolar haqida gaplashib o'tamiz. Hop, unda video cho'zmasdan boshlaymiz. Birinchi olib turib, mana shunday haqiqiy g'isht effektini beradigan g'ishtli samakilar ekanimizni ko'rib turishingiz mumkin. Bularni razmerlariga keladigan bo'lsak, balandligiga 1 metr bo'ladi, uzunligiga 6 metr. Akalar videoda oxirigacha ko'rib tursanglar, bir yo'l narxlari bilan aytib o'tib ketamiz, cho'zib o'tirmasdan. Ma'lumotlarni aytdim. Balandligi 1 metr, uzunligi 6 metr. Bitta rulonda 6 kvadrat tashkil qiladi. Rasvetkalarni bir qator ko'rsatibmiz. 20 xilga yaqin xudo xohlasa chiroyli rasvetkalari bor. Keyin bir yo'l bularni kilayini ko'rsatib o'tib ketay. Kilay xudo xohlasa tushadimi? Xudo xohlasa yaxshi tushadi. Hop, qayerlarga ishlatamiz degan akalarimiz uchun bemalol hammom, tualet, mehmonxona, xohlagan xonanglarga yopishtirsanglar bo'ladi. Hammom, tualet deganimiz sababi chunki mo'yshi bo'ladi. Bemalol kirpir bo'ladigan bo'lsa ham artib olsanglar bo'ladi. Mehmonxonadan shunaqa bolalaringlar chizib qo'yadigan bo'lsa, bitta latada artsanglar, xudo xohlasa chiqatadi. Hop, bular narxini ham bir yo'l aytib o'tib ketaman. 1 metr kvadrati 36 ming so'mdan. Xudo xohlasa kamini qilib beramiz. Bazamizga kelaverasizlar. Dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Hop, undan keyingisi mana shunday gladkiy samakilaykalarimiz bo'ladi. Bularni ham rasvetkalarni ko'rsatibmiz. Chiroyli rasvetkalari bor. Hop, razmerlari balandligi 1 metr bo'ladi, uzunligiga 20 metr bo'ladi. Bularning 1 kvadrat metri 35 ming so'mdan bo'ladi akalar. Bular ham albatta mo'shi bo'ladi. Bizda hamma samakilash abolarimiz mo'shi bo'ladi. Bemalol hammom tualetlarga yopishtirsanglar bo'laveradi. Bu yerda boshqa rasvetkalarni ham ko'rsatamiz. Bularda hozircha 10 xil yaqin rasvetkasi bor. Hop, undan keyingisi jichcha qimmatroq. Xuddi bular bilan bir xil hozirgi ko'rsatganimiz bilan, lekin ozgina qalinligida ham farq bo'ladi. Keyin ranglarida ham ko'rib turishingiz mumkin. Bular attachentoli, travertili, chiroyli rasvetkalar bor. Birinchi rasvetkalarni ko'rsatib o'taylik. Bularning ham razmerlari bir xil bo'ladi. Balandligi 1 metr, uzunligiga 20 metr, ya'ni bitta rulonda 20 kvadrat tashkil qiladi. Bularning narxi 1 kvadrat metri 38 ming so'mdan bo'ladi. Ko'rib qo'yishlar mumkin. Juda ham chiroyli rasvetkalari bor. Iloji bo'lsa yaqinroqdan ko'rsatib o'tib keting. Mana shunday. Bemalol mehmonxonaga yopishtirsanglar yoki o'zingizlar yotadigan xonagami juda ham chiroyli chiqadi. Undan keyingisi bu tomonga yuramiz. Endi bambuk samakilayka abolarimiz. Hop. Bular ham ancha trendga chiqdi paytida. Bularni razmerlarini aytib o'tib ketaman. Balandligi 1.20 bo'ladi. Uzunligiga mana shunday uzunroqsa 3 metr bo'ladi. Hop, bularda 3.6 kvadrat bo'ladi. Endi bitta listda. Bular ham albatta samakilayka bo'ladi. Agar chiqsa ozgina muammo ekan. Hop, bularni ham xudo xohlasa kilaylarga kafolat beramiz. Hop, narxlarni aytib o'tib ketaman. Narxlari bularni mana shu bitta listda 95 ming so'm bo'ladi. 3.6 kvadrat 95 ming so'm. Bemalol bazamizga kelib hayd qilib ketsanglar bo'laveradi. Undan keyingi yana boshqa samakilaykamiz mana shunday 4 burchakli samakilaykamiz bo'ladi. Mana ham hozircha 3-4 xilni yonimizga olib oldik. Ularni ko'rsatish uchun ko'rib turishingiz mumkin. Bularning razmerlari asosan 70 ga 70 bo'ladi. Hadovoyni 70 ga 70 bo'ladi. Bularni biz asosan uzun marketda sotamiz. Ularga qanday topishni hozir uzun marketdan bir yo'li ko'rsatib o'tamiz. Ungacha bu yerda boshqa samakilaykalarimiz, rasvetkalarni ko'rsatib tursangiz aka. Hop. Uzun marketga kirasizlar. Poyska, stroy, baza deb yozasizlar. Mana birinchida bizni do'konimiz kelib chiqadi. Ko'rib turishingiz mumkin. Juda ham katta aksiyalar ketyapti hozir. Uzun marketga joylaganmiz. Juda ham chiroyli rasvetkalari bor. Hop, bularda 4-5 xil emas, 50-100 xil, 100 xildan oshiq rasvetkalari bor. Bemalol uzun marketga kirib xarid qilib ketishingiz mumkin. Xudo xohlasa hamma mahsulotlarimizni ham, yana boshqa mahsulotlarimizni ham tanishtirib o'tamiz keyingi videolarda. Qaysi mahsulotlarimizni tanishtirib o'taylik, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Narxlarni aytib o'tib ketdik. Xudo xohlasa hamma samakilash abolarimiz manzilimizni aytib o'tib ketaman. Kelib oladigan akalarimiz uchun mana shunday chiroyli samakilaykalarimiz, olmoqchi akalarimiz uchun manzilimiz Andijon shahar Soy eski Mayzavod ichida. Opsiyada nomerlar qoldiramiz. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib yoki Telegramdan yozsanglar, lokatsiyani tashlab beraveramiz.